Nima uchun endokrinologlar qandli diabetda qo'llaniladigan metformin preparatini semizlikda va ayollar bepushtligida ham tavsiya qilishadi? Chunki yuqoridagi kasalliklarning asosida insulin rezistentligi yotadi. Metformin esa aynan insulin rezistentligini davolaydi. Insulin aslida qondagi glyukozani hujayraning ichiga olib kirib beruvchi gormon hisoblanadi. Organizm semirib yog' bosganda esa insulinga sezgirlik pasayadi va insulin ta'siri pasayganligi sababli glyukoza qonning hujayra ichiga kira olmaydi. Organizmda energiya yetishmasligi kuzatiladi va organizm yog' yig'a boshlaydi. Bu qandli diabetga, semirishga olib keladi. Ayollar tuxumdonlarida esa insulinga sezgir retseptorlar bor. Insulin ko'tarilganda bu retseptorlar kuchli qo'zg'aladi va ko'p miqdorda testosteron gormoni ishlab chiqariladi. Bu esa o'z navbatida siklning buzilishiga, ovulyatsiyaning bo'lmasligiga va bepushtlikka olib keladi. Metformin nima qiladi? Metformin aynan insulinga bo'lgan sezuvchanlikni oshiradi. Natijada insulin hujayra ichiga kiradi, orqasidan glyukozani olib kiradi va qonda glyukoza pasayadi. Insulin baland bo'lganda yog'lar yoqilishi bloklanadi. Insulin pasayganda esa yog'lar yoqilishi aktivlashadi. Odam oza boshlaydi. Ayollarda sikl normallashadi. Homilador bo'lish osonlashadi. Shuning uchun yuqoridagi kasalliklarda bemalol metformin preparatini qabul qilish mumkin.